Assalomu alaykum qarindoshlar. Men vatanimiz Sharq Turkistonning jazo lagerlarida begunoh qamlab yotgan urug' tuqqanlarim va o'zim haqida guvohlik bermoqchi. Mening ismim Erkin Turdi. Aqsu shahardan. 2016-yili Xitoy siyosatining nacharlashib ketishi sababidan atrofimdagi yaqin yo'q do'st birodarlarimning hech bir gunohsiz tutilib uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligiga shohid bo'ldim. Hamda menimi Xitoy soqchining izdihom qilganidan xabar tepib, shu yili 9-oyda ayolim va farzandlarim olib Turkiyaga qochib kelib oldim. Men Turkiyaga qaytib kelgandan keyin vatandagi Xitoy soqchilari urug' tuqqanlarimga besim qildi. Hamda menga tekrar telefon urib, vatan qaytib kelishga tahdid ishlatdi. Men vatanga qaytib bormagandan keyin 2017-yili 3-oydan boshlab shu yil oxirigacha urug' tuqqanlarimdan jami 20 nafar kishini jazo lagerida tutqun qilib akirib ketdi. Hamda oradan 5 kishiniki uzun yillik qamoq jazosi hukm qilinganidan xabar topdim. Jazo lagerlaridagi 15 kishidan 2 kishining mushu yaqinda qo'yib berganlaridan xabar topgan bo'lsam-mu, vatan bilan oshkora aloqalashish fursi bo'lmagani sababli u 2 nafar kishining sog' salomat chiqqanligidan yoki tirik jasaddan chiqqanligidan xabardor bo'lmadim. Turmada va jazo lagerlarida bo'lib qolib qolgan 18 nafar kishiniki hozirgi ahvolidan hech qanday xabarim yo'q. Bu suratdagi o'ng taraf yuqoridagi birinchi kishi bo'lsa, mening cho'ng akam Tursun Turdi. Akamni oldingi yili lagerga kirib ketgancha hozirga qadar ahvolidan bexabar. Akamning yaqin mazgilda tushgan rasmi bo'lmoqqa 35 yil burungi bu rasmi menda saqlanib qolibdi, o'sha rasmni chiqarib qo'ydim. Hamda yuqori taraf o'rtadagi kishi bo'lsa, mening ikkinchi akam Abdush Turdi. Aqsu shahri Qumbash yezdiq yuqorqi yo'lchi mahallada o'tirishdik. Akamni butun oila tavobatlari bilan tutqun qilgan bo'lib, akamni 16 yillik, o'g'li Irshad Abdurashidni 19 yillik qamoq jazosi hukm qilgan bo'lib, kichik o'g'li Irfon Abdurashid bilan ayoli O'rnisaxon Usmon hozirga qadar lagerda. Akamning kichik farzandlari va nevaralari boshpanasiz qolmoqda. Bu suratning yuqori taraf soldan birinchi kishi bo'lsa, mening 3-akam Ahmad Turdi. Akam Aqsu shahri Mingji o'rtoq rayonida o'tirishdik. Akam va qizning yo'ldoshi o'g'li bilan bir tang tutqun qilgan bo'lib, akamni 7 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Akamning o'g'li hozirga qadar lagerda. Bu oiladagi akamning kichik bolalariga qaraydigan boshqa bir her kishi qolmagan. Bu suratda past taraf o'ngda birinchi kishi bo'lsa, mening cho'ng acham Bargul Turdi. Achamning oilasidan qizi Amangul, o'g'li Mehmetjon va Abdulaziz va qizning yo'ldoshi, ya'ni achamning o'g'li Abduqodir Mahmud 4 kishini tutqun qilgan bo'lib, achamning qizi Amangulni 21 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Achamning qizining yo'ldoshi Abduqodir Mahmud, achamning cho'ng o'g'li Mehmetjon va kichik o'g'li Abdulaziz hozirga qadar lagerda. Va achamning nevaralarining hozir kim tarafidan qanday xabar olganligidan bexabar. Hem achamninki oilasiga bu musbat bu xabarlardan achamning yo'ldoshi Yasnaxun og'rib qolib, shiddat xabarlarda mush yaqinda tugab ketganligidan xabar topdim. Bu suratning past taraf o'ngdan ikkinchi kishi bo'lsa, mening ikkinchi acham Aytiram Turdi. Bu acham o'g'li Yusufjon To'qson va acham Aytiram Turdini tutqun qilgan bo'lib, o'g'li hozirga qadar lagerda. Acham Aytiram Turdini mush yaqinda qo'yib berganligidan xabar topdim. Endi bu suratning past taraf soldan ikkinchi kishi bo'lsa, mening 3-acham Gulqiz Turdi.
Acamning oilasidan bo'lsa, acamning cho'ng qizi Oyjamol Amirning yo'ldoshi Muxtarjon, cho'ng o'g'li Dilmurod Amir va kichik o'g'li cho'ng o'g'li Dilshod Amir va kichik o'g'li Dilmurod Amirni tutqungan bo'lib, cho'ng o'g'li Dilshod Amirning yaqinda lagerdan qo'yib berganligidan xabar topdim. Cho'ng qizi Oyjamol Amirning yo'ldoshi Muxtarjonni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilganligini va o'g'li Dilmurod Amirning hozirga qadar lagerda ekanligidan xabardor bo'ldim. Bu suratning past taraf soldan birinchi kishi bo'lsa, mening 4-chi acham Nurnisa turdi. Bu achamning yo'ldoshi Amirjon, qizi Shayda Emin, o'g'li Eltikin Emin. Bu oiladagi barcha kishilarni tutqungan bo'lib, hozirga qadar lagerda. Oxirida men har qaysi xalqaro inson huquqlari, kechirim yordam tashkilotlari va siyosiy partiyalardan mening jazo lagerlaridagi urug' tuqqanlarimning izdirkini qilishib berishini va Xitoyning jazo lagerlarini taqishga besim ishlatib, shu begunoh urug' tuqqan qarindoshlarimning erkinlikka chiqishiga yordam qilishini tuvanchilik bilan talab qilaman.